Videoga 10 soat vaqt ajratdim. Hurmatli qadrdonlarim, bittagina like bosish uchun va obuna bo'lish uchun sizdan bor yo'g'i 5 sekund vaqtingiz ketadi. Rahmat do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Retro Uzbro kanaliga xush kelibsiz. Hurmatli do'stlar, va nihoyat yomg'ir tindi, havo ochildi. Yomg'ir yog'aloq, yam-yashil o'tloq, endi ekilar chiqarar quloq. Yashnasin dala, ochilsin lola, tog'lar qo'ynida misli shalola. Bahor kelganda ochilar gullar, qo'ylar qo'zilar o'tlashga chiqar. Bog'da arilar gullarga qo'nar. Ochilgan gullardan bollarni, asallarni yig'ar. Hurmatli o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham yomg'ir Allohning rahmati. Xudo xohlasa mana agar yomg'irgarchilikdan keyin mo'lchilik bo'ladi, mevalar, agar adashmasam, ko'p narsalar arzonlashishi mumkin. Masalan, go'sht. Yoki arzonlashmaydimi go'sht? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni chiroyli axloq bilan yozib qoldiring. Hozirgi paytda O'zbekistonning barcha hududlarida deyarli yomg'ir yog'moqda. Marhamat, Retro Uzbro kanalida barcha videolarni ko'rishingiz mumkin. Navoiy ko'chasi. Metrodan o'tyapmiz. Timurda ishim bor edi, ketdim mamma qaraylar. Chiroyligini. Mashallah. Avsahi cho'kyapti. O'tamiz kerak hozirdan. Ha o'rtoqlar, obuna bo'ling, kanalimizga donat qiling. Sizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun katta motivatsiya. Rahmat. Toshkentda kuchli yomg'ir oqibatida ko'chalarni suv bosdi. 3-may kuni poytaxtda qisqa vaqt ichida yog'gan yomg'ir o'z kuchini ko'rsatdi. Yomg'ir sabab ayrim hududlarni suv bosdi. O'tgan yurmayla iloji bo'lsa. 3-may. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga ko'ra, suv oqimlari Chorsu metro bekatiga kirib borgani aks etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vaziyat tezkorlik bilan nazorat ostiga olingan. Toshkentda sevdigan. Toshkent ko'chalari sev. Toshkentda yomg'ir. Qancha kerak bo'lsa mana. Qanaqa yomg'irda o'tishdi. Hurmatli o'rtoqlar, biz bilan hamkorlik qiling. Bizda reklamalar juda ham arzon. O'rtoqlar, aloqaga chiqinglar. Kutaman.
Bunaqasini lekin realni ko'rmagandim borku. Bunaqasi Samarqanddagi videoni ko'rgandim. Bunisini lekin realni kayf. Voy. Tega qanday qo'yamiz? Ya Alloh, Alloh o'zgartirsin. Suv balosidan, o'z balosidan. Okalar, o'zgarishdan yurmanglar, erkindan. Mana qaranglar, mashinani uje yarmi suvga to'lib bo'ldi uje. Ehtiyot bo'linglar, okalar. Vaqti o'zi shundoq ham yo'l probka, iloji bo'lsa bu yoqdan yurmanglar. Hammaga jo'natib qo'yinglar, ko'cha-kuydiga okalar. Mashinanglar mana shunda qolib ketadi, ayniqsa Damaslar. Mashinani o'chib qolsa, keyin zavat qila olmaysizlar. Ehtiyot bo'lamiz, mana o'sha Damaslar mana zavat bo'lmayapti o'sha yo'lda. Nima bo'pti? Toshkent. Uchinchi may. Bir zamonda bo'lgan voqea. Mashina suzib. Dunyoni suv bossa o'rdakka ham deganlardi. Suzishni biladiganlar hammasi cho'tdi. Suzishni bilmaydiganlar do'konning ichida. Malika bozor. Sotish olish xizmatlari bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hurmatli o'rtoqlar, Jizzaxdan video lavhalar. Marhamat ko'ramiz. Xalqimizga foydali ishlar qildik, hurmatli kuzatuvchilar. Oyoqlarimiz qo'l yordam bo'lsin deb. Mana yomg'ir. Jizzaxda yomg'ir yedik. Qanchadan beri bunaqa yog'madi. Kameraga suv. Tarnovdan suv oqishini qarang. Endi esa Angrendan. Marhamat birgalikda ko'ramiz. Like bosishni, izohlarda chiroyli axloq bilan komment yozishni unutmang. Sog' bo'ling. Bugungi ish kunimiz shunaqa bo'ldi. Suv toshqini bolalar bilan ishladik. Sog' bo'ling. Igor bachachimizmi? Olyapti o'zi. Qatlarda yuribdi. Qo'li ketyapmiz mana Angrendamiz, suv toshqin bo'lyapti mana. Bechora akalar suvga qolib. Neftchi agimga o'yiniga ana hozir 15 minutmi 1 soatcha. Yomg'irdan keyin nimalar bo'ladi? O'simliklar uchun tabiiy ozuqa. O'simliklar gullaydi, yashnaydi. Tuproqdagi foydali minerallar o'simliklarga yetib borishi yanada osonlashadi. Natijada esa daraxtlar, gullar, o'tlar tezroq o'sadi va gullaydi. Havo anchagina tozalanadi. Yomg'ir chang va zararli tutunlarni, zaharlarni yuvib tushiradi. Nafas olish osonlashadi. Ayniqsa katta shaharlarda
Hurmatli poytaxtlik qadrdonlarimiz, xursand bo'lsangiz bo'ladi. Yana foydali taraflari suv zaxiralari to'planadi. Daryo, ko'l va yer osti suvlari to'yinadi. Bu ichimlik suvi va qishloq xo'jaligi uchun juda ham muhim. Yomg'irdan keyin havo salqinlashadi. Issiq kunlarda albatta bu organizm uchun juda ham foydali. O'rtoqlar, ushbu ma'lumotlar yoqqan bo'lsa albatta like bosing va obuna bo'lib kartamizga donat qilish esdan chiqmasin. Ha o'rtoqlar, kim agar kartamizga donat qilsa, amin iloyim, kutmagan joyidan shunaqa boyib ketsin. Rahmat. O'rtoqlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Obuna bo'ling, like bosing, bir vatandoshingizni qo'llab-quvvatlang, donat qiling, kibrlanmang qaysidir ma'noda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.